Salut akalar. Qandaysizlar? Salomatmisizlar? Ishlaringiz og'irmi akalar? Vosh akalar bugungi roligimiz sizlar bilan birgalikda Uzu Parking o'yinini so'nggi final qismini yozamiz akalar. Korоче akalar biz Uzu Parkingning Nexia 3 bilan BYD Han avtomobillarini sinab ko'ramiz akalar. Akalar albatta videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib o'tinglar akalar. O'z akalar birinchi navbatda bo'lib bizda mana Nexia 3 mashinasi bo'lyapti akalar. Bu Nexia 3 har doim akalar mana Uzu Parking deyarli hamma mashinalarni ko'rdinglar akalar. Sinab chiqdik 2 oy davomida ko'rdik o'yinda akalar. O'yin yaxshi, juda ham zo'r. O'z akalar mana so'nggi final qismi. Bugun akalar Nexia 3 va BYD Han mashinalarini sinab ko'ramiz. Albatta akalar videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Akalar kecha kompyuterda kontrol o'ynagan edim. Odatda ukam bilan albatta video o'tib ko'rib olay. Ertaga akalar yangi video, ertaga O'z akalar bugun 3-noyabr, video 4-noyabrga premyera bo'ladi. 5-noyabr kuni akalar kompyuterlarni Minecraftni orolimizni davom ettiryapman. Asham xudo chiqib qoldi akalar. 5-noyabr kuni premyera qilib qo'yaman. Yozib olganman videosini ham. Uni ham videosi turibdi akalar. Yozib olganman kompyuterda qilyapmiz haligi. Olor qo'lyapmiz akalar. Yerlarni kattalashtirib, kichkina tog'dan rivojlantiryapmiz. Ashitdi akalar. Bilasiz. Video chiqqanini ko'rib olasizlar. Xullas aka ashitda ham videosini yozib oldim. Xudo uni ham chiqaraman akalar. Hozir biz mana o'yinni ko'raylik akalar. O'z akalar mana Uzu Parkingning final qismi. Hop, qani. Nexia 3 birinchi bo'lib tezligini ko'raylik akalar. Tezligini ko'ramiz. Hop, qani. Ketdik. Hop, driftlarini, boshqa narsalarni ko'ramiz. Nexia 3. Hop, Nexia 3 akalar, bilasizlar, bizning Nexia 3 mashinasi akalar. Bu ham yaxshi mashina. Nexia 3 avtomobillari. Hop, qani. Olg'a. Olg'a akalar, olg'a. Like bosinglar akalar, ha. Hop. Voy, marras. May. Nicho akalar shu so'may akalar, nicho. Like bosinglar. Hop, qani. Çık. Drifting. Akalar zo'r drift qilar ekan. Akalar driftini ko'raylik. Turib bilan akalar driftini ko'ramiz akalar. Qani Nexia 3 driftini ko'ramiz akalar. Xo'sh, hop. Hop, qani. To'g'ri, tezlashtirib aka, tezlashtiraylik akalar. Driftini ko'ramiz akalar. Nexia 3 ta driftini ko'raman akalar. Nexia 3 yomon drift qilar ekan akalar. Nixuva. Nexia 3 drift zberishi ekan akalar. Ko'rchi akalar Nexia 3 cho'ta akalar. Вообще aka pult bermayaptimi cho'ta akalar bu yerda. Shu aka Nexia 3 sekin yuribdi, lekin normal drift qilyapti akalar. Agar rahmat, kanalimizda 170 ta obunachi bo'ldi bugun. Akalar, davom etamiz ko'rchi. Hop, qani, mana ko'ryapsizlar mashinani. Xo'sh. Hop akalar. O'zi akalar endi mayt eshigi bor, endi odam kirib qolishi mumkin. Har xil vaziyat, shuning uchun pauza qilib turamiz akalar. Ondan so'ng pauza ham bo'lib turadi. Hop, ko'ryapsizlar akalar, mana Nexia 3 mashinasi, O'zbekiston mashinasi akalar, Nexia 3 shu. Mana. Hop. Drift yomon zo'r ekan akalar buni. Вообще. Endi akalar jardi buni endi driftning tezligini ko'rdik. Endi tormozni ham ko'raylik akalar. Mashina o'zining tormozni qarab shunga ketdik. Mana ko'raylik akalar hozir. Hop, qani. Nexia 3 tormozini ko'ramiz akalar. Tormoz. Hop. Yaxshi. Yaxshi akalar. Chetroq bosib shekilli akalar. Hozir boshqatdan akalar. Chevrolet Nexia 3 akalar, Chevrolet. Ravon akalar, Ravon. Ravonmi, Chevroletmi? Nima farqi bor akalar? Mana mashina akalar. Hop, qani. O akalar, Nexia 2 ham bilan o'xshamaydi akalar, tormozi. Nexia 2 ham jali akalar. Nexia 2 ham bilan o'xshamaydi turgan akalar. Nexia 2 ham. Вообще zo'r. Dinozavrskiy anaqa qilyapti akalar bu. Mashina o'zini kuzatayapti. To'g'ri akalar, boshqatdan. Hop. Ya beturildi. Endi sharmsor chiqmasa kerak akalar, to'g'ri mashina. Nexia 3 mana akalar qo'yinglar. Burasi mana shu buxer yoqmadi akalar. Bu orqa tomon buxer akalar, burt chiqib qolgan, lekin hamma yo'g'i zo'r. Nexia 3. Qo'yinglar. Farlarni ham daraja ko'rsatishgan Nexia 3 ga. Zo'r akalar. Final qismini yaxshi yakunlaymiz shekilli. Buni qo'yinglar akalar. Assalomu akalar bu yoqqa. Normalniy mana ko'rdinglar akalar Nexia 3. Nexia 3 ko'rdinglar akalar mana. Endi BYD Han o'tamiz sekingina. Sekin. BYD Han qani edi?
BYD Han mana. Ovoz yo'q akalar buni. Ovoz qani ovoz? Voy. Subhanalloh. Ketdik. So'nggi final qismimizda ko'ramiz qani BYD Han o'zini ko'rsatar ekan. Hop, yaxshi akalar, yaxshi. Hop. Qo'pol harakat qilamiz akalar. Ko'ryapsizlar вообще. Dinozavrski anaqa qilyapti akalar, mashina o'zini kuzatayapti. Sekin. BYD hanchilar bormi akalar? BYD hanchilar bormi? Layklar sindirda cheylamash kerak akalar. Layklar sindirib yuboramiz. Qani. Sekin. Hay. Urildi akalar, mashina urildi. Hop qani. Mashina urildi akalar. Cho'ta. Voy, nimaga? Qani. Hop, sekin. O'zini bas. Sen uchib ketish shartmas akalar bu. Bu akalar biron marta ham ko'rmayapman akalar mashinani. Qaylar endi men buni birinchi qismini chiqarganimda endi ko'rayotgan bo'lishim mumkin bu mashinani. Lekin aniq eslolmayman. Birinchi qismini chiqarganimda qachon 2 oy bo'lyapti akalar bunga. To'xta. Yo'l qanaqa? Yo'lni yo'qotib qo'ydim men mana. BYD hani bunaqa direkt qilib olishni bilganimda вообще akalar men oldindan anaqa ham ularni buni so'nggi qismiga olib bormasdan. Qaranglar bu, ko'ryapsizlarmi akalar bu? Вообще yo'q akalar, qanaqa qilib minar ekan buni odamlar? Real hayotda qanaqa ko'rsatar ekan akalar? Real hayotda o'tirib ham ko'rmaganman akalar, lekin mashinaga ishoninglar menga. Rostmi sizlar, ha? Ha akalar? Sekin. Hayotda ham minib ko'rish kerak akalar shu mashinani bor. O'yindan aql olmasdan. Hozir BYD havosi akalar, birinchi bo'lib sizlarga video qilib chiqaraman mashina. Ko'rasizlar. Hozir sizlar hozir Damas'chamiz bor akalar, xudoga shu yetib turibdi tashin. Damas'chamiz bor, toychoq. Shedevr va shi. Ko'rgan odam 2018 da bo'ladi akalar, o'zi 2012 yil. O'ta shedevr mashina akalar Damas'imiz. Men minib ko'rganman akalar, u Damas va shu zo'r. Voy, urulding, ahmoq katta kichigi. Mashina urdi akalar. Hop. Mashina urdingmi? Yo'q, mashina. Bo'ptiradi endi akalar. Tak yana bittadan kelar ekan, mashina nima bo'ldi? Orqaga danni qilamiz. Yana bittadan ko'ramiz akalar, yana bittadan ko'ramiz. Hop, sekin bunday qilamiz. Yana bir qo'l aylanamiz. Hop. Yaxshi akalar, yaxshi. Hop. Ko'ryapsiz akalar, BYD вообще akalar B7. Sekin birinchi surat harakatlangan ekan, birinchi surat harakatlangan. Hop. Aylangandik bilamma akalar. Voy. Shiddim yomonlar lekin akalar. Bo'pti, qani mashina turimizni ko'raylik, turimizni nima deyapti akalar? Turimiz. To'xta! Urildi, yaxshi. Emas akalar, urilgani yaxshi emas. Maynicho. Kudilam akalar. Qani. Yana bir marta sinab ko'ring. Yana bir marta sinaymiz akalar. Yana bir marta, davay. To'xta! Onangni immagan marras. Tiqilib qoldi. Tiqilmadi akalar, tiqilgan yo'q, mana normal. Hop akalar. Hop qani. Ashya akalar, meni qo'lim oltin qo'lda ko'ryapsizlarmi akalar? Mashinani bittada to'xtatadi, ko'ryapsizlarmi? Bittada to'xtatadi akalar mashinani. Nagi tomon to'xtatmayapti desizlar, endi nagi tomon akalar. Lekin nagi tomon to'xtatadi, ko'ryapsizlarmi akalar? Meni qo'lim omadli qo'lda. Qanday tushuninglar, loyla. Normal, nicho. Onangni immagan marras. Hop dedi tikrar akalar, videoni sekin yakunlaymiz. Hop tashqarida ko'raylik. Sekin. BYD hansila loyla. Hoppa, buni qaranglar akalar. Ko'rdinglar mana akalar. Shu bilan akalar mana
uzuv parking o'yinimizga sekin final qilamiz. O'yinda o'zgarish bo'lsa, keyin yana o'yinga qaytib kelishimiz mumkin. Ammo lekin chet moshlari ham bor desa, to'g'ri. Chet moshlarini birga tiqishimiz, chunki biz faqat o'zimizning o'zbek moshlarini mana ko'ringlar 2 oy davomida sinab ko'rdik. Mashina o'zini hammasi birdan yaxshi, ajoyib zo'r ko'rsatdi. Anaqa. Akalar, albatta bugungi videoroligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang akalar. Uzuv parkingdan final qismi boshqa video kutmanglar, boshqa chiqarmayman akalar. Shu akalar so'nggi qismi hamma o'zbek mashinalarini ko'rdik. Tikodan boshqa hammasini sinab ko'rdik. 2 metr, 3 metrdan ham tekshirib ko'rdik akalar. Mashina o'zini yaxshi ko'rsatdi. Driftlari, boshqa narsalarda o'yin yomon zo'r. Mashina o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Shu anaqa akalar. Albatta videoroligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, aytamayadi. Yana qaytarib o'taman, like bosinglar, obuna bo'linglar. Xudo ursa 200 taga ozgina qoldik. 170 ta bo'ldi kanalimizda. Ammaga buncha kattaroq rahmat akalar. Salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, o'yinda final qismi, o'yindan video kutmanglar akalar. Salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Hamma o'zbek mashinalari siylar.